Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar, sog'-salomat yuribsizlarmi? Kunni issig'ida og'rimasdan, to'lmasdan yuribsizlarmi? Sog'-salomatmisizlar? Hurmatli bizlarni tomoshabinlar, bizlarga shu haftaning ichida mashinalarimiz sal qisqaroq edi, kamroq. Bizlarni mana shu obunachilarimizni orasida yo tanish bilishlarda sotiladigan mashinalar bo'lsa agar, hurmatli aka-ukalar, tomoshabinlar, bizlarda shu haftaga mashinalarimizni ko'pini ham sotib qo'ydik. Mashinalarimiz qolmadi, shu nima desak, sotiladigan mashinalar bo'lsa agar, misol uchun bir hujjatlarda muammosi bo'lmasa, kamchiligi bo'lmasa agar, texnik holatini qizig'i yo'q, texnik holatini bizlar o'zlarimiz ta'mirlab, taxlab olamiz. Shu bizlarga xullas kalom mana shunday bir sotiladigan Damas'lar kerak bo'lib turibdi, hurmatli aka-ukalar. Misol uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 15-yilda ishlab chiqarilgan 20, 22, 23, 19-yil Damas'lar kerak bo'lyapti. Taxminan bir shu 7-8 tacha Damas kerak. Naqd pulga hisoblab, savdo qilib sotib olamiz. Agar bo'lsa agar, bizlarda bir Telegramimizga rasmlarini tashlasanglar, keyin pulini tashlasanglar, kelishgan holda savdolashib olamiz. Mana shu haftaning ichida juda ko'pchilik odam telefon qilyapti, o'zi telefonni ko'tarishga ham odam xijolat bo'lib turibman-da, to'g'risini aytganda. Assortimentimiz kamligi uchun qandaydir juda ko'p xaridorlar chiqyapti, ba'zilari Telegramda yozyapti, ba'zilari SMS'lar yozib yotibdi. Shuning uchun bizlarga o'zi mashinalarimiz kamchin, juda kam. Xullas kalom bizlarga mashina kerak bo'lib turibdi. Agar bo'lsa agar, kelishgan narxni hisoblab savdolashib olamiz. Hujjatida muammosi bo'lmasa agar, savdolashib olamiz. Bizlarning manzilimiz shu Samarqand shahar Sagiyana yangi yo'lda kelib, xohlasanglar olib kelsanglar ham bo'ladi. Yo'q bo'lmasa kelishsak, lokatsiya tashlab bersanglar agar, borib ko'rib savdolashib ham olib kelaveramiz. Xullas ana shu 2008, 10, 15-yil, 19, 20, 22, 23-yilgacha bo'lgan Damas'lar bizlarga kerak bo'lib turibdi sotuvda. Bo'lsa naqd pulga hisoblashib, savdolashib olamiz. Bu videoni to'g'ri tushunasizlar. Xullas kalom shu haftaga mashinalarimiz qolmadi-da, shuning uchun majbur bizlar yana bitta video qilsak, xudo xolasa bu haftaga yana bir mana shu yerlar bir yana to'lib toshib tursa agar, savdolarimiz zich zakonni bo'ladi. Agar birontanglarda bo'lsa, aloqaga chiqsanglar olamiz. Hurmatli aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Mana shu videolarimizga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar agar, xudo xolasa, hali yangi ideyalar bor, xudo xolasa. Siz ko'rmagan, eshitmagan videolar qilib turamiz, xudo xolasa. Sog' salomat bo'lasizlar. Kunni issig'ida o'zinglarni ehtiyot qilib yurishinglarni so'rab qolamiz. Omon bo'linglar.